Surxondaryoni akalari mana shunaqa baqvat qo'ylar yetib kelgan, realniy akalar Surxondaryoni qo'ylaridan olaman deb yurgan ko'kalarimiz bo'lsa, shoshilib qolaveramiz do'stlar. Do'stlar, 26-mart sanasi bilan G'uzor tumani Quduq qishlog'iga Norqul akamiz oldiga yetib keldik. Norqul aka necha bosh olib keldingiz aka? 35 Ilhomjon, 30 bosh. 30 bosh xudo olsa keldi. Hammasi yosh qo'ymi aka? Hammasi yosh qo'y. Bemalol oladigan odam qorin qo'y. 7 yil kelib ko'raversin. Xohlagan odam kelib ko'raversin. Birinchi qorin, qo'chqari ichida yurgan. Aha, gap. Ichida ko'rinib turgan bo'g'ozlari ham bor. Gap yo'q aka, kelaverasizlar xudo olsa, bitta ko'rib olaverasizlar. Yeb ichlardan muammo yo'qmi aka? Yeb ichishda muammo yo'q Ilhomjon. Aha, gap yo'q akalar, mana bittalab ko'rib olasizlar. Xohlaganda ko'rib olaversin. Yeb ichlardan muammo yo'q, bemalol 6-7 yil hosilini olsanglar bo'ladi. Hammasi yosh qo'ylar aka. Hammasi yosh qo'y. Birinchi qorin qo'y Ilhomjon. Aha. Birinchi qorin tish buzyapti. 5 ta 4 ta tish buzgani bor. Aha, gap. Qo'chqari ichida yurgan. Ko'rib olaveramiz aka. Yelini ko'ringanlari ham bor ichida. Kelib ko'rib olaversin. Buni narxini ayting Norqul aka. Buni narxi 5 million 100 ming so'mdan dastlabga qilib beraman. Luboy joyga. O'zbekiston terisasi. 5 ta 10 ta taxtalarga olib olamiz. 5 ta 10 ta taxtalarga olaman desa muomala qilaveramiz. 5 tani berib yuboramiz. Hech kimni xafa qilmayman. Aha, mana akalar. Agar o'zim olib ketaman desa 5 tani olib ketursinmi aka? Berib yuboraman menga. Akalar shoshilib qolinglar, pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman. Qo'ylar haqiqatan zo'r, haqiqatan kattagina baquvvat qo'ylar. Bemalol Norqul akamizga chiqib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi do'stlar.